Sergeli Yangiqayot tumani Sputnik 15 dan yo'lda yuzida Karzikan orqasidan Sputnik 15 deb to'yxona ro'parasidan 5 qavatli domimizni 4-qavatidan Ulyuchenko 2.6 balkonli 3 xonali xonalar alohida bo'lgan xonadonimiz chiqqan. Uyimiz ichini ko'rsatib chiqamiz. Bizni uyli bo'lib kanalimizga obuna bo'lib qo'yib kuzatishda davom eting. Bu podyezddan kirishimiz edi. Kirganimizda shunaqangi perxoshkasi, stроен mebellari bor. Perxoshkalari o'rnalar chiroyli qo'yilgan. Kirganimizda to'g'ri zal. Zalimiz shunaqangi keng bo'ladi. 520 ga 320 bo'ladi zalimiz. Ko'rganlaringizdek, uyimizda ba'zi mebel texnikalar ketadi, ba'zilar qoladi. Bu yog'ida o'zini oshxonasi, alohida o'zini asli oshxona bo'lgan, oshxonasi 2 ga 6 balkonga ko'chgan. Ko'rganlaringizdek, rakonalari, gaz plitalar bor. Chiroyli bitta kuxni mebel yasatib olish kerak. Ko'chalarga oynalar, akvarimlar almashgan. Bu 2 ga 6 balkon bo'ladi, tapchan qilingan, chiroyli qilib, yozda mazza qilib o'tirib choy ichib dam oltirishga joylari yetarli. O'tirib, bu yerda ham o'tirib bemalol choy ichishlari mumkin. Xo'p, hojatxonasi alohida, ko'rganlaringizdek, remontlari toza. Bu bolalar yotoqxonasi. Bolalar yotoqxonasi. Uyda ko'rganlaringizdek shkaf, ko'p narsa bor. Boylar yashab turibdi, katta oila. Narsalar o'rtasida bemalol kattagina bolalar yotoqxonasi bo'lib qoladi. O'zining ko'chaga qaragan oynasi bor. Batareyalar issiqqina ekan xonadonimizda. Ko'rganlaringizdek, bu yoqda o'zining span xonasi bo'ladi. Span xonasidan ham ko'chaga qaragan oynasi bor. Bu xonamizda ham juda ham ko'p narsa bor ekan. Shunga kichkina ko'rinib turibdi. Aslida xonani bo'shatsa juda ham keng xona bo'lib qoladi, span xona. Aboyli qilingan, toza ozoda holatda, turklar yotganda juda ham chiroyli bo'lib ketadi. Ko'rganlaringizdek, bu yerda o'zini kladovkasi bor. Bu kladovkasi juda ham katta bo'ladi, ko'rganlaringizdek. Buni span xonaga eshik ochib, bemalol samozyol, tahoratxona, vannaxona qilib foydalansa ham bo'ladi. Shunda ikkita samozyol bo'ladi xonadonda. Bu yoqda alohida o'zini vannaxonasi ham juda ham keng, ko'rganlaringizdek. Uyimiz, xonadonimiz 3 xonali, xonalar alohida bo'lgan, 2 ga 6 balkonli xonadonimiz, kvadrat 73/38 metrli, 74 kvadrat chiqadi salkam. Buning narxi 60.900 so'ralyapti. Taqilgan narxi, kelib baraka qiladigan joy. Lokatsiyaga gap yo'q. Yo'l 100 dan bitta dom ichkarida bo'ladi. Yon atrofda bog'cha, maktab, hamma infratuzilmalar bor.